AQShning Eron fuqarolariga kirishni taqiqlashi haqidagi savollar oldidan shuni aytamanki, bunday taqiqlar Jahon chempionati ishtirokchilariga taalluqli emas. Rasmiy delegatsiya a'zolariga viza beriladi. Muammolar Eronda yashovchi oddiy muxlislarda bo'ladi. Ya'ni oddiy fuqarolar kela olmaydi, ammo delegatsiyaga ruxsat beriladi. Demak, Eron AQShda bo'ladigan o'yinlarida o'z muxlislarisiz o'ynashiga to'g'ri keladi. AQSh, Kanada yoki Yevropa davlatlariga ko'chib o'tayotgan muhojirlar uchun bunday to'siqlar bo'lmaydi. Taxminan 1 oy oldin Tramp ma'muriyatining yangi tashabbusi oldidan biz eronlik hamkasblarimiz bilan vaziyatni muhokama qildik. Ular o'shanda muxlislarning aksariyati jahon chempionatiga chiqishga umid ham yo'qligini, Eron futbol federatsiyasi esa AQShdagi Eron diasporasi faolligiga ko'proq umid qilayotganini aytishgan edi. To'g'ri, Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida bo'lgani kabi jamoa atrofida siyosiy mojarolarga olib kelmasligi haqiqat emas. Viza muammosini bartaraf qilish uchun FIFA Eron terma jamoasini Meksikadagi o'yinlarga maxsus jo'natadi degan fikrni ham eshitdim. Ammo o'yinlar ro'yxatiga nazar tashlasangiz, Meksikada faqat 2 ta jamoa 3 ta guruh o'yinlarini o'tkazishini ko'rasiz. Va ulardan biri albatta Meksikaning o'zi. Mexiko, Guadalajara yoki Monterreyda o'ynaydigan boshqa barcha jamoalar albatta guruh o'yinlari uchun AQShga borishlari kerak. Eron guruhdan chiqsa nima bo'ladi? Ularning yana AQShga kirishini taqiqlab, o'yin taqvimini o'zgartiramizmi? FIFA Eron terma jamoasining AQShga borishiga yo'l qo'ymaslik uchun qur'a tashlashni soxtalashtirishi, ya'ni keyin esa o'yin natijalariga ta'sir qilishi juda shubhali. Shunday ekan nima bo'ladi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Buni vaziyat ko'rsatadi. Balkim Eron guruhdan ham chiqa olmas.